Assalomu alaykum, hurmatli oltiariqliklar. Sizlarga bitta yangilik yetkazib qo'ymoqchiman, o'rtoqlar. Xushxabar, endi bizni qarindoshlarimizdan bor oltiariqda parvonda turib oltiariqliklarga shu xabarni yetkazmabsan degan gapdayda qolib ketganda, issig'ida tandirdan shu uzilishiga yetkazib qo'yganim yaxshi, o'rtoqlar. 3-4 sonli yo'nalish bo'yicha qatnaydigan Damas haydovchilari sizlarga super yangilik va chegirmada o'sha yo'nalish bo'yicha harakatlanish imkoniyatini beradigan yangilikni yetkazaman o'rtoqlar. Endi sizlar Shodlik Kirgili Avto MCJ maslahat cheklangan jamiyat bilan birga shartnoma qilsalaringiz, ikkita yutuqqa ega bo'lasizlar. Birinchisi ijara shartnomasi tekin, ikkinchisi haydash huquqini beradigan litsenziya ham birinchi litsenziya olishingiz tekin bo'ladi. Buning uchun Shodlik Kirgili Avto MCJ bilan shartnoma qilishingiz kerak. U qanaqa bo'ladi desangiz, mana pastda turgan raqamlar turibdi. Hozirroq bog'lanib, o'zlaringizni o'sha ishlaringizni bitirsalaringiz bo'ladi. Oltiariqlik jigarlar, Damaschi akalar, omad Damaschilardan replamay qolyapti oxirgi payt. Barsa bilan bir xil bo'lib qoldilaring. Yurib ko'chada yana yomon qilyapsizlar. Duxat Damaschilar lekin